Assalomu alaykum, hurmatli biz kuzatuvchilar. Mana Qirg'iziston Respublikasidan ikkinchi mashinamiz ham yetib keldi mana. Bu ham eshiklarni regulirovka qilish kerak. Mana bu eshigini lufti bor ekan, buni qana kriloni yechib turib, to'kirda futulka qoqtiramiz buni. Hamma eshiklarni bir qator ko'rib buni chiroyli qilib beramiz, xudo xolasa. Kimda shunaqa xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol murojaat qilishlaring mumkin. Eshiklarni chiroyli qilib sozlab beramiz, xudo xolasa. Mana bu joyda ham mana yigitlar turka qilishyapti. Buni mana siz almashdi mana. Stoykasi, parogi almashdi, ikki eshigi. Mana Nexia'ning eshiklari bu. Do'stlar, mana xudo xolasa Qirg'izistondan kelgan lasetimiz tayyor bo'ldi. Buni ko'rsatamiz. Mana eshiklar xudo xolasa juda ham chiroyli, miyaki, o'ta miyaki. Juda ham go'zal. Buni bitta petlasi osilib luft bo'lib qolgan ekan, uni yechib, to'kirga berib futulka qoqtirdik, uni ham xudo xolasa chiroyli qo'ydik. Mana shopir eshigida sal luft bor ekan. Bunisi bo'ldi mana, narigi taraflarni. Mana bu. Juda ham chiroyli. Ovozi ham o'tamaydi. Kimda shunaqa xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Telefonlarim 90lik 632 8123, 99lik 632 8123. Farg'ona viloyat Bag'dod tuman Paxta qishlog'ida turamiz. Mana bu Damas'imizda mana xudo xolasa regulirovka kelgan. Buni eshiklarni olib qo'ydik. Mana bu ham mana xudo xolasa regulirovkaga kelgan. Mana bu yoqda mana meni Rustamjon degan o'rtog'im mana bu yerda mana betonlar bo'lib tashlayapti. Perchalab tashlayapti meni. Ha Mirzayev, horma. Yaxshimi? Tog'da betonlardan bo'laveramizmi? Ha, mana shular bo'lish kerak. Beton maydalash xizmatlari bor. Bor. Telefonlarimiz nechi? Telefon nechi? 310. Nechilik? 18lik. Yo'q, necha telefon? 91lik 204 45 88. 91lik 204 45 88. Beton maydalash xizmatlari, o'choq qurish, o'choq tandirlar, hammasi xizmatlar bor. Uyni noldan ko'tarish barchasi bor. Kuchi tog'da yoradi buni.